2025-yil haj mavsumidan keyingi birinchi litsenziyalangan firmadan umraga borish narxlari nechta bilan bo'lyapti do'stlar va sharoitlari qanaqa, reyslar qayerlardan uchiladi va nechinchilarga reyslar qo'yildi. Shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, avvalambor assalomu alaykum, bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan yaqinlar, hoji otalar, hoji onalar, salomatmisizlar? Inshaalloh bugun sizlarga reyslar qayerlardan uchilishi va narx-navolari va qisqacha sharoitlar haqida ma'lumot berib o'tsak, video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar, kanalimizga mehmon bo'lsalar, albatta podpiska tugmasini ham bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Chunki bugungi qo'yayotgan videolarimiz va bugundan keyingi qo'yayotgan videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Ya'ni umraga taalluqli videolar joylab ketamiz inshaalloh. Xo'p, inshaalloh 2025-yil iyundan reyslar qo'yildi. Ya'ni 20-iyundan Toshkentdan reyslarimiz qatnov bo'ladi. Ya'ni kunora. Undan tashqari vodiyli do'stlarimiz uchun ham Farg'onadan, ya'ni 22-iyundan ya'ni reyslar qo'yilyapti. Ya'ni Farg'ona Jidda, Toshkent Jidda va Toshkent Madina reyslarimiz. Sharoitlar haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsak, keyin narx-navosini ham aytib o'tamiz. Sizlar ko'p kutilmagan holatda. Sharoitlarimiz Madina-i Munavvarada 3 kun bo'lasizlar, Makka-i Mukarramada 11 kun bo'lasizlar. Ya'ni jami 14 kunlik umra ziyorati bo'ladi. Ya'ni 15-16 kunga o'tib qolishi ham mumkin. Qisqacha o'sha 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina-i Munavvarada, 11 kun Makka-i Mukarramada. O Madina-i Munavvarada 2 mahal turk va arab taomlari bo'ladi. Ya'ni 200-250 metr, ya'ni Masjidul Nabaviydan boshlangan, ya'ni gastitsa masofasi uzoqligi. Ya'ni bemalol piyoda kelib ketish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Madina-i Munavvarada payg'ambarimiz ravzalariga inshaalloh olib kirib chiqiladi. Undan tashqari Uhud tog'iga olib boriladi. Undan tashqari Qubo masjidiga sayohat, undan tashqari Xurmo bog'iga sayohat, Qur'on bosmaxonasiga sayohat. Inshaalloh Madina-i Munavvarada sayohatlarimiz juda ko'p bo'ladi do'stlar. Makka-i Mukarramada 11 kun bo'lasizlar. Gastisamizning masofasi 1,5-2 kilometr oralig'ida bo'ladi. Ya'ni avtobusimiz bor, 24 soatli. Gastitsani pastga tutsalar, 24 soatli avtobuslar qatnab turadi. Ya'ni avtobusga o'tirsalar, haramga olib borib qo'yadi. Yana haramdan chiqib avtobusga o'tirsalar, gastitsaga olib kelib qo'yadi do'stlar. Xo'p, Makka-i Mukarramada 11 kun bo'lasizlar. 3 mahal o'zimizni O'zbekistondan borgan povurlarimiz sizlar xizmatlaringda bo'lishadi. Ya'ni o'zimizni milliy taomlarda, 3 mahal milliy taomlarda ovqatlar qilib berib turishadi. Narx-navosini aytib o'tsak, sizlar ko'p kutilmagan holatda narxlari $1200 dan e'lon qilindi. Ya'ni litsenziyalangan firmadan do'stlar, shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Reyslarimiz Toshkentdan va Farg'onadan uchib turadi. Bizni qo'shni Tojikistondan, qo'shni Qirg'izistondan va Rossiya Federatsiyasida ishlab, yaxshi niyatda ota-onamni umra safariga jo'natamiz degan do'stlarimiz va Rossiya fuqarosini olib ketgan do'stlarimiz ham bemalol shu nomerlarda Telegram yoki WhatsApp bor. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Sizlar ham bir dona Zagram pasport evaziga joylaring bron qildirsalar bo'ladi. Zagram pasport Telegram yoki WhatsApp orqali tashlab berasizlar. Misol, mana 22-iyundagi Farg'onada reysga desalar, biz bazaga kiritib qo'yamiz. Inshaalloh 22-iyunda o'sha Farg'onada uchayotgan reysimizni uchib ketasizlar. Yoki 20-iyunda Toshkentdan uchayotgan reysga Zagram pasportini tashlab beradigan bo'lsalar, biz qabul qilib yozib qo'yamiz do'stlar. Bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar, o'zlaringiz xohlagan savollarga javob olishinglar mumkin. Inshaalloh bundan keyingi videolarimizda ham ko'rishguncha o'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.